Assalomu alaykum. Bizni muntazam kuzatib turgan aka-uka, do'sti birodarlar va Smooliz akkauntining ashaddiy obunachilari va hojona hojotalar. Akalar, sizlar uchun yosh buzakchalarimizdan to'p qo'yganmiz. Sizlar so'radilaring, biz topib qo'ydik akalar. Manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idamiz akalar. Qo'ldan kelgancha obzorlarni qilib, to'liq ma'lumotlarni batafsil yoritib o'tamiz akalar. Mana bugun hafta sanamizning 3-iyun haftaning juma kuni akalar. Qaranglar. Jonivorlarimiz gap so'z isboti bilan deganday mana ularimiz yeyishlarini, ichishlarini ko'ringlar akalar. Ha jonim sog'. Bugun soni nechi bosh aka buloyda? Soniga 8 dona. 8 dona. Bu qo'chamizdan bor, ha? Yo'q, 6 ta. Ikkita yirik qaldirish gibi qo'llarimizdan ham bor ekan akalar. Bo'ybaslar taxminan nechidan chiqadi aka bular? 87, 85 uka. 87, 85, 88 atrofi. 85 dan 88 gacha, 87 gacha olishaveradi atrofida. Bular to'liq ma'lumotlarini Nurul akamning o'zlaridan olamiz. Nurul akamning o'zlaring taniysizlar. O'zi ovozlaridan bilinganda go'zal narsalar, chiroyli narsalar olib keladi, lekin pullarini juda qulay narxda qo'yadilar akalar. O'zlaring bilasizlar, to'liq ma'lumotlarni o'zlaridan olamiz akalar. Assalomu alaykum, akam, tuzumsiz esalomlar. Sog'lik, salomatlikda. Assalomu alaykum Ismoil. Uz kanalni kuzatib boruvchi aka-ukalar, do'stlar. Soniga ozroq uka. Sifatiga lekin tigi udorlari bor. Haqiqatan go'zallardan. Bo'lmasa uka sifat sortiga zo'rlari keldi. Aka, yemoq-ichmoqlari sinovdan o'tgan, dastur xizmatlarimiz qayergacha? Eng qiziqlari. Xizmat Samarqandgacha uka, 6 tasini bir cho'kanga. Yemoq-ichmoqlar 2 dona olsa Toshkentga chiqarib beramiz. 2 dona Toshkentgacha tasbih qizib beraverasiz. 1 dona olsin chiqarib beraman aka. Mana, barakas bersa akalar. Juda bonus qo'yar ekanmiz bugun, ha? Narxnamalarda ham, dastur xizmatlarda ham. Chunki Toshkentgacha ko'pchilik o'ylanishadi-da, faqat vodiy bo'ylab deyiladi-da. Bor texnikamiz bor, yetkazib beramiz. Xudo xohlasa yetkazib beriladi akalar. Aloqa chiqarasizlar, telefon raqamlarimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni o'zlaridan olsalaring bo'laveradi, savdo qilasalaring ham bo'laveradi. Kelib savdo qilsa ham bo'ladi ustiga kelib, ha? 2 dona kattani yo'q chiqadi. 2 dona kattalarni ham chiqadi. Mana shved parodamizni ko'ring. Ha, jonim sog' bo'l. Birinchisi akalar, shved parodamiz. Oldinda olgan ikkinchisi. Bunisi uchinchisi akalar. Va buni to'rtinchisi. Ha, jonim sog'. Har bittasi orqa korpuslari butun majlarimizda akalar. Mana yemoq-ichmoqlarini albatta ko'rib turibsizlar. Ha, jonim sog' bo'l. Bu yerda hozirda 5 ta. Buni 6-chisi akalar. Ha, jonim sog' bo'l. Simtalga gibrid bor. Simtalga gibrid emas mana shu aka. Mana yirik buqalarimizdan keldi mana. Bo'ybaslar taxminan 1 metr plyuslardan chiqlar aka. Ular 1 plyuslardan. Ha, jonim sog' bo'l. Mana 2 dona. Jonim sog' bo'l. Ko'ringlar. Nima deyapti buqalarimiz aka? Bunaqalar qaydan to'yapsiz? Go'zallarini, eng qiziq aka. Bizga ham kelib qoladi. Mana shu ham gibridda. Gibrid. Menga gibrid bu aka. Simtalga gibridimiz, ha? Mana shu vajimiz ekan, lekin denak o'ynab turgan vajimiz ekan, ha? Qizil estonimiz. Mana akalar. Ha, jonim sog' bo'l. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa narx-navolarimizni qo'ldan kelgancha arzon qilib beraman deyapti. Xo'p, uka. Nima deymiz aka bular? So'zmaymiz. Hop. Molni sifati sorti, orqasi qasi yo'q uka. Hammasi. Mana o'zi holatlar ko'rinib turibdi. Yemoq-ichmoq realni yaxshi uka, xudo xolasa. Olib baraka topadigan 6 tasi uka. 6 tasi olib kirganda liboy odamga ko'rsatsa, yuragi to'lib, mol zo'r bor ekan akasizda deydigan uka, xudo. Xudo xolasa ashna deysin ilohim. 6 tasini bir joyga olsin uka, narxini oldi qo'shdi qilmayman, 11 million 200 ming so'm uka. 11 million 200 ming so'm olsin uka. Tep-tekis qilaveraylik akam. Keyin. Obunachilarimga siz har doim go'zallarni aytyapti. Bo'lsin, xalqqa bo'lsin deyshadi. Lekin birov so'kmaydigan, og'rinmaydigan yaxshi qo'ydi deydi o'zi. 11 million 200 yaxshi uka lekin. 11 million 200 ming. Tep-tekis qilaveraylik aka mana. Obunachilarimizga. Bo'ldi. Sanmisiz? Bo'ldi uka. Barakasi beraversin. 11 milliondan akalar ketdi. Nima deyapti akalar? Qaranglar, yemoq-ichmoqlarini albatta ko'rib turibsizlar. Uyingizga borgandan keyin yemoq-ichmoqlarni ko'rib, maza qilasizlar aka, qarang. Videoni, ha? Ha, jonim sog' bo'l. Avvalambor barakasini beraversin, olganga ham, sotganga ham. Alloh taolo mana majlarimizda har doim bo'laversin, ha, akam. Go'zallaridan. Ha, jonim sog' bo'l. Endi yirik buqalarimizni o'tamiz. Buni orasidan tillab olingan pilis-milisi bo'ladimi aka? Orasidan Shvedda olsa 10 million 500 ming so'm, 11 million 500 uka. mana Shvedmizmi yo Nargisimi? Shved. Mana simtalga bitta mazgina pilis bor ekan. Pilis-milisi bo'ladi orasida akalar. Bo'ladi.
Telefon aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarni o'zlaridan olaverasizlar. Hozir kelishtiramiz, lekin 11 dan bir joyga bo'lsa uka. Tilinglar. Og'rinmaydigan narsa lekin. Dolasi zo'r. Ko'chatlar lekin gap so'z yo'q ularga. Endi yerga qolamiz o'tyapsiz akalar. Ha, janon sog' bo'l. Bo'ylari 1 pilista uka. 1 metr pigislaridan qolarmiz. Davomisi. Ha, janon sog' bo'l. Qaysi tarafidan boshlaymiz? Qaysi biridan? Ikkalasi bitta jup qo'yamiz o'zi, juplar. Jupga qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani so'ramaydigan qilib chiroyli gapiringchi obunachilarga. Fatima bilan Zuhra ajratib qo'ymaydi. Ikkalasi bitta mol o'zi. Bitta joyda moli. 15 million so'mdan kami bor. 15 million so'mdan kami bor. Albatta telefon qilsa o'tib berasiz. Ismingiz akkauntida o'tib chepman desa o'tib berasizmi? O'shasi ham so'rab qoldiray endi. So'rang uka, mayli o'tib beray. So'rang mana 15 olib tekkizib olmasin, qancha so'raysiz? Menmi? 1 million o'tib berasizmi? 500 mingdan. 500 mingdan ekan. Mana. Uka 14 million so'mdan pul berishsin. Ana. So'rashmasin. 1 milliondan, ha? 1 milliondan. Aniq. 1 milliondan so'radingizmi? Men 500 mingdan so'radim, 1 million. Bo'ldi uka, 1 milliondan. 14 milliondan. Barakasi beraversan akalar, lekin 14 milliondan kesib. juda go'zal narxlarda bo'ldi akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotlarni berib, batafsil yoritib o'tib kerak akalar. 15 milliondan olib qo'ysang arziydigan narsa. Shunaqa lekin. Lekin obunachi uchun uka, Bugun bozorga sudrab sarson bo'lish kerak yo'q uka. Arzon keldi, arzon sotaman aka. Lekin 14 milliondan ozroq qo'ydim. go'zal narxda bo'ldi lekin akam. Chunki tergarchi mol bozorimizda bugungida hop 90 plyusligini obzorini qilganmiz, Instagramga joylab qo'yganmiz. 16 million 400 ming savdo bo'lyapti. Erta kunda 16 million 400 ming so'm. Bularga albatta solishtirib ko'rib olaverasizlar. Albatta kanalimizga o'tib, videolarimizga ko'raverasizlar. Bugungi bozorlarimizni obzorini qilib qo'yganmiz sizlar uchun akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va Ismoil's akkauntiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bunaqa go'zallaridan chiqarishda davom etamiz akalar sizlar uchun.